Assalomu alaykum. Taxtlar o'yini. Temir taxt uchun kurash. Lannisterlar, Targaryenlar, Starklar, ajdarholar. Lekin men sizga bularning hammasi faqatgina aysbergning uchi desam-chi. Temir taxt qurilishidan minglab yillar oldin Westeros qanaqa ko'rinishda bo'lgan? Bugun shuni ko'rib chiqamiz. Boshladik. Minglab yillar oldin Westerosga ilk odamlar kelishidan avval bu yerlar asosan yovvoyi va sehrli joylar bo'lgan va Westerosda asosan ikkita irq vakillari yashashgan. Bular gigantlar yoki bahaybatlar desa ham bo'ladi. Balandligi 3-4 metr keladigan, mammontlarda harakatlanuvchi mavjudotlar. Ikkinchisi bo'lsa o'rmon bolalari, tabiat bilan uyg'unlikda yashaydigan, sehrgarlik va hayvonlar ongiga kirish qobiliyatiga ega bo'lgan kichik xalq. Ular temir haqida bilishmasdi, qurollari asosan ajdarho shishasidan yasashardi, ya'ni Dragon Glass. Ammo Westerosda taxminan 12 ming yil avval hammasi o'zgarib ketadi. Ilk odamlar deb atalgan odamlar guruhi Essosni Dorn qo'li nomli quruqlikdagi ko'prigidan o'tishadi. Odamlar o'zlari bilan bronza qurollar, otlar va olovni olib kelishadi. Shundan keyin odamlar ekin maydonlari ochish uchun o'rmon bolalarini muqaddas Weirwood nomli daraxtlarni kesib yoqa boshlashadi. Bu o'rmon bolalari va ilk odamlar o'rtasidagi dahshatli urushga sabab bo'ladi. O'rmon bolalari o'zlarining eng kuchli sehrlaridan foydalanib, suv toshqinlarini chaqirishadi va odamlar o'tib kelgan quruqlik ko'prigini parchalab tashlashadi. Lekin ko'prikdan o'tgan odamlar ham anchagina ko'p edi. Natijada ikkita tomon ham juda ham katta talafotlar ko'rishadi va axiri sulh tuzishga qaror qilishadi. Sulhga asosan ochiq yerlar ilk odamlarga topshiriladi, qalin o'rmonlarda esa aynan o'rmon bolalari yashashadi va eng asosiy yangilik yoki o'zgarishlardan bittasi ilk odamlar o'rmon bolalarini xudolari, ya'ni qadimgi xudolarga sig'ina boshlashadi. Sulh 4000 yilga yaqin davom etdi, lekin qish keldi. Shunaqangi qishki 100 yilga yaqin davom etdi. Quyosh yillar davomida ko'rinmadi. Qorong'ulik va qahraton sovuq ichidan boshqalar, ya'ni biz oqpiyodalar deb biladigan mavjudotlar kirib keldi. Serialdagi oqpiyodalar ko'proq zombilarga o'xshagan bo'lsa, kitobdagi oqpiyodalar ancha boshqacha bo'lgan. Ularni muz elflari desa ham bo'ladi. Asosan terisi sut kabi oq va nur sochib turadigan bo'lgan. Qo'shimchasiga odamlarni po'lat qilichlarini bir zarba bilan parchalab yuboradigan o'ta yupqa, yaltiroq muz qilichlarni ko'tarib yurishgan va eng qo'rqinchlisi, ular bir-biri bilan gaplashishgan. Oqpiyodalarning tili xuddi muzda yorilishiga o'xshash bo'lgan. Xo'p, oqpiyodalarning asl kelib chiqishi bo'yicha serialda ularning asosiy sababchisi o'rmon bolalari sifatida ko'rsatilgan, lekin kitobda aniq hali kitob tugatilmagani uchun aniq bir ma'lumot keltirilmagan. Lekin har xil teoriyalar bor. Jumladan aynan ilk odamlar va o'rmon bolalari o'rtasidagi tinchlik sulhi ularning kelib chiqishiga sabab bo'lgan deyilsa, yana bitta variant aynan sehr balansini Westerosda buzilishi sababli oqpiyodalar kelib chiqqan degan variant ham bor. Siz nima deb o'ylaysiz? Oqpiyodalarning asl kelib chiqish sababi nimada bo'lgan? Kommentda yozib qoldirsanglar xursand bo'lardim. Odamlar qirilib ketish arafasida edi. Oqpiyodalar juda ham katta masshtabda g'alaba qozonayotgandi. Shunda maydonga qahramonlar chiqadi. Bu bo'yicha ikki xil afsona bor. Bittasi shimoldan, bittasi sharqdan. Biz ikkalasini ham ko'rib chiqamiz. Shimol afsonalari bo'yicha so'nggi qahramon deb atalgan odam o'rmon bolalarini izlab yo'lga chiqadi. O'zi bilan 12 ta hamrohi ham bo'ladi. Yo'lda uni barcha do'stlari sovuqdan o'ladi. Oqpiyodalar uni o'rib olgan bir paytda o'rmon bolalari uni qutqarib, ajdarho shishasi, ya'ni Dragon Glassni boshqalarni o'ldirishi mumkinligini o'rgatishadi va ilk odamlar g'alaba qozonishadi. Sharq afsonalarida esa bu qahramon Azor Ahai. Bu hikoya ancha qonli, lekin oddiy qurollar boshqalarga ta'sir qilmasligini tushungandan keyin Azor Ahai o'zidan issiqlik tarqatuvchi sehrli qilich yaratishga qaror qiladi. Buning uchun dunyodagi eng og'ir qurbonlikni beradi. O'zini sevimli rafiqasi Nissani yuragiga qizitilgan po'latni sanchadi. Ayolning ruhi va qoni qilichga o'tib, nur keltiruvchi deb nomlangan qizil, yonib turuvchi qilich paydo bo'ladi. U muzni eritib, boshqalarni ortga chekinishga majbur qiladi. Va sharqdagilarning fikri bo'yicha oqpiyodalar yana kelganda ularni mag'lub etish uchun Azor Ahai yana qaytib keladi degan metafora ham bor. Va serialda ko'rarkanmiz Melisandre aynan Stannis Baratheonni Azor Ahai deb o'ylaydi, lekin buni biz aniq bilmaymiz. Yana bitta mifologiya bo'yicha
Azor Ahai aynan ajdarholarni uyg'otgan birinchi odam bo'lishi ham mumkin degan qarashlar mavjud. Bundan keyingi tarix aynan Valeriyani kelib chiqishi, ajdarholar. Bu haqida video qilganman, albatta o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Oq piyodalar mag'lub etildi, lekin butunlay yo'q bo'lib ketmadi. Ular asosan uzoq shimolga chekinishadi. Ular qaytib kelmasligi uchun Starklar xonadoni asoschisi quruvchi Brandon devorni quradi. Devor shunchaki muzdan iborat bo'lmagan. Odamlar poydevor qurgan, gigantlar ulkan muz va tosh bloklarni tashigan bo'lsa, o'rmon bolalari uni ichiga kuchli sehrlarni o'qib kiritgan. Shu sehr tufayli o'liklar devorni kesib o'ta olmaydi. Uni qorovullash uchun tungi qorovul birodarligi tuzilgan. Ilk tungi qorovul birodarligida unga xizmat qilish oliy burch bo'lgan bo'lsa va o'sha katta oilalarning farzandlari borib u yerda aynan tungi qorovul birodarligi a'zo bo'lgan bo'lsa, keyinchalik oq piyodalarni hech kim vaqt o'tib ko'rmay qo'ygani va odamlarda ularga nisbatan ishonch bo'lmagani uchun sekin sekin borib aynan tungi birodarlik qorovulligi qoidabuzarlarni jo'natadigan joyga aylanib qolgan. Yana bitta muhim ma'lumot, serialda oq piyodalarni boshqaradigan umumiy tun qiroli bo'lgan bo'lsa, kitoblarda bu boshqacharoq tarix bo'ladi. Gap shundaki, kitoblarda tun qiroli bo'yicha boshqacharoq ehtimollik bor. Tungi qorovulda 13-qo'mondoni o'rmonda g'alati bir ayolni uchratib qoladi. Uni terisi muzdek sovuq, ko'zlari bo'lsa moviy yulduzga o'xshab charaqlardi. Tushunganingizdek, oq piyodalardan bittasini yaxshi ko'rib qoladi. Uni devorga olib kelib, o'zini tun qiroli deb e'lon qiladi. 13 yil davomida qorovullarni qora sehr bilan o'ziga bo'ysuntirib, oq piyodalarga inson chaqaloqlarini qurbonlik qilib keladi. Oxir oqibat Starklar va yovvoyilar birlashib, aynan tun qirolini mag'lub etishadi va uni tarixdan o'chirib yuborishadi. Va aynan ehtimollilar bo'yicha aynan 13-qo'mondon Starklardan kelib chiqqani aytiladi va Starklar o'sha qish yaqinlashmoqda degan iborasi aynan o'zlarini ajdodini qilgan gunohidan qanaqadir ma'noda ogohlantirish bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Va Winterfell qurilishi ham aynan oq piyodalarni mag'lub etilganiga borib taqaladi. Winter ya'ni qish, Fell bo'lsa qulash, tugatish deb tarjima qilib yuboramiz. Winterfell aynan mana shu qishchi tugatilishiga atab qurilgan qasrlardan bittasi hisoblanadi. Birinchi odamlar shimol va janubda qirolliklar tuzib yashayotgan bir paytda Westerosga yangi bosqinchilar Andallar kirib keladi. Andallar o'zlari bilan temir qurollarni va 7 xudoga sig'inuvchi dinni olib kelishadi. Ular Westeros janubini qonga botirib, barcha muqaddas daraxtlarni yoqib yuborishadi va ritsarlik madaniyatini ham aynan Andallar olib keladi. Lekin Andallar shimolni egallay olishmaydi. Shuning uchun ham shimol hali ham qadimgi xudolarga sig'inishadi. Oradan yillar o'tib esa Essesda Valeriya ajdarholaridan qochgan Roynarlar kirib kelishadi. Ular malikasi Nimeriya boshchiligida 10 mingta kemada Westeros janubiga, ya'ni Doringa kelib tushishadi va Roynarlar o'z kemalarini yoqib yuborishadi va mahalliy xalq bilan aralashib ketishadi. Shuning uchun Dorinda ayollar ham, erkaklar ham teng huquqda taxtga o'tirishi mumkin. Ushbu davr aynan Targaryenlardan bo'lgan Aegon istilochi kelgunga qadar davom etadi. Lekin bu endi boshqa video. O'ylaymanki, bugungi video sizlarga yoqdi. Vaqtingizga rozi bo'linglar. Agar video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar xursand bo'lardim. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Xayr.